Assalomu alaykum. Quyosh panellarini gibrid elektrostansiyasi o'rnatganda ko'pchilikni qiladigan xatolari bor elektriklarni. Endi ko'pchilik shu o'rganib qoldi. Shu o'rganmagan yo e'tibor bermaydigan xatolardan bittasi bu invertor haqida ma'lumotga to'liq ega emas. Ikkinchisi akkumulyator xususiyatlarini bilmaydi. Bir-biriga bo'lgan munosabatini integratsiya deymiz, boshqa deymiz, mana shu narsalarni yaxshi bilmasligi, keyin uydagi qilingan montajlarni shitlarni yaxshi tushunmaganligi ko'p hollarda pand berib qo'yapti. O'shaning uchun maslahat berardim, yaxshi mutaxassislar bilan maslahatlashib, quyosh elektrostansiyasini o'rnating. Undan tashqari yaxshi qimmat startli invertorlarni olishinglarni tavsiya qilaman. To'g'ri, bu qimmat, lekin u puliga yarasha xizmatinglarni qiladi. Afsus qilmaysizlar. Va elektrik ishlarini, montaj ishlarida yaxshi mutaxassislarni chaqirib, shu rozi qilib mehnatida qilgan ishlarini chiroyli qilib qabul qilib olsanglar, hammasi joyida bo'ladi. Hech qanaqa muammosiz ishlaysizlar va iloji boricha ustalardan iltimosimiz va maslahatimiz invertorning yaxshi xususiyatlarini o'rganinglar va akkumulyatorlar haqida ham ma'lumotlarni yaxshi o'rganib olinglar o'zinglar uchun. Hamma ko'pchilik oladi qo'yadi, ishlab turib keladi. Aslida unaqa xususiyatini yaxshilab o'rganinglar. Charchamanglar.